Assalomu alaykum hurmatli do'stlar, hurmatli yurtdoshlar. Biz bugun Urganch shahridagi Al-Xorazmiy universitetini tashrif buyurdik. Ushbu joydagi ta'lim berish muhiti va atmosferasi bilan sizlar bilan birgalikda davom etamiz. Qani bo'lmasam ketdik. Hurmatli yurtdoshlar, biz Al-Xorazmiy universitetining ichkarisidamiz. Hozir yonimda Murodbek Atajonov turibdilar. Ko'p yillar davomida Xorazm televideniyasida faoliyat yuritganlar. Hozir shu inson bilan donishib, shu yerda ko'rishib, Al-Xorazmiy universitetining muhitini va o'qish, ta'lim olish jarayonlarini o'qituvchilar bilan görüşüp, danışıp chiqamiz xudo xolasa birgalikda. Bo'lmasam, so'zi hurmatli Murodjonga bersak, o'zingiz qisqacha aytib. Hazratsizlar kanalini kuzatuvchi yurtdoshlarimizga avvalambor assalomu alaykum. Davron aka, sizning universitetimizga xush kelibsiz. Al-Xorazmiy universiteti Urganch shahrini bugun mana shu markaziy nuqtasida joylashib, zamonaviy kasblarga yo'naltirilgan ta'lim muassasasi sifatida mana bu yil birinchi o'quv yilini faoliyatimizni boshladik. Shu 2025-yilning 30-aprel sanasida Al-Xorazmiy universitetini tashkil qilish bo'yicha muhtaram prezidentimizga taqdimot kiritilgan bo'lsa, keyin muhtaram prezidentimizning qarori qabul qilindi va shu qarorga binoan Al-Xorazmiy universiteti tashkil qilinishi belgilandi. Va bu yil mana biz hozir talabalar bilan yangi zamonaviy yo'nalishlarni joriy qilgan holatda o'zimizni birinchi o'quv yilimizni boshladik. Avgust oyida, shu yil avgust oyida, o'tgan yil 2025-yilning avgust oyida imtihonlar o'tkazildi. 1500 ga yaqin o'quvchilar kelib, abituriyentlar imtihonlar topshirib, maxsus imtihonlar asosida saralab, bugun mana 100 nafardan ortiq talabalarga ta'lim jarayonlarini allaqachon boshlaganmiz. Bizni bu kiraverishda mana shu binomizni mana ko'rib turganingizdek, asosiy kirish qismimiz shu tariqa mana chiroyli chiqazandan, bu yerda mana talabalarimiz uchun garderob bor maxsus. Undan tashqari, bu yer zamonaviy universitet bo'lgandan keyin bu yerda hamma sharoitlarni maksimal darajada yaratib berishga harakat qilganmiz. Va shuning hisobidan bugun mana talabalarimiz shu yerda chiroyli ta'lim olib keldilar. Ajoyib.